Assalomu alaykum. Ismim Azbek, yoshim 22 da va hozirda Humble kompaniyasida data scientist sifatida faoliyat yuritaman. Hozirgacha Johnson & Johnson kabi yirik kompaniyalar uchun loyihalarda ishlashga muvaffaq bo'ldim. Bundan tashqari, sun'iy intellekt sohasida eng nufuzli jurnallar va konferensiyalardan hisoblangan NIPS hamda IMYOTga topshirilgan ilmiy maqolalar ustida ham ishlashga ulgurdim. Bularning hammasi o'sha kundan boshlandi. Ya'ni Humble AI akademiyasiga kelgan kunimdan. Bugun sizlar bilan aynan shu hikoyani bo'lishmoqchiman. Akademiyaga kelgan paytimda men Inha universitetining xalqaro biznes sohasida o'qiyotgan oddiy bir talaba edim. Dasturlash bo'yicha umumiy boshlang'ich bilimlarim bor edi, lekin amaliyotga kelganda ancha oqsaydigan bir holatda edim. Akademiyaga qo'shilishimning sababi juda oddiy. Men shunchaki kurslar olib, sertifikat yig'ishni xohlamadim. Aksincha, men haqiqiy muammolar ustida ishlashni, haqiqiy mijozlar bilan va loyihalar ustida ishlashni o'z oldimga maqsad qilib qo'ygan edim. Akademiya esa aynan shu va'dalarni menga berayotgan edi. Va to'g'risi, bunchalik ko'p imkoniyat beriladi deb o'zim ham kutmagandim. U yerdagi dastlabki oylar men uchun juda katta tajriba bo'ldi. Men boshida asosiy konsepsiyalarni tushunishga, yangi toollarni to'g'ri ishlatishga va data science amalda qanday ishlashini tushunishga vaqt sarfladim. Va ozgina vaqt sarflab shuni tushunib yetdimki, o'rganishim kerak bo'lgan narsalar nihoyatda ko'p. Mentorlarimning ko'magi bu yo'lda ancha yengillashtirdi. Mentorlarga osh berish kerakmi yoki o'sha payt sun'iy intellektdan ham menga kerakli bo'lgan narsalarni qidirib ko'rsam bo'lardi. Lekin mentorlarim menga aslida nima kerakligini yaxshiroq bilishardi. Va ayni o'sha damda men yana bir bor amin bo'ldim ustozning o'rni qanchalik muhimligini. Ayniqsa hamma narsa yangi bo'lib tuyuladigan boshlang'ich davrda bu yordam men uchun juda katta ahamiyatga ega bo'ldi. Bu mustahkam poydevorni shakllantirgach va nihoyat meni birinchi loyihamga jalb qilishdi. Bir kun menga juda katta kod bazasi berildi va uni o'rganib chiqishim kerakligi aytildi. To'g'risi, o'sha payt buni kutmagandim. Sababi bor mas'uliyat va loyiha menga ishonib topshirilgan edi. Bu loyiha KAIST bilan hamkorlikdagi ilmiy tadqiqot bo'lgan. KAIST Janubiy Koreyadagi eng top universitetlardan biri hisoblanadi. Loyiha mobil sensorlar orqali insonlarning ruhiy salomatligi va emotsional holatini o'rganishga bag'ishlangan edi. O'sha vaqtdagi holatimni juda yaxshi eslayman. Boshida nafaqat kod bazasini tushunishga, balki bu loyiha o'zi nimaga xizmat qiladi va meni ilmim yetadimi bu narsani tushunishga degan savollar paydo bo'ldi. Menga eng katta yordam bergan narsa bu mentorlar. Mentorlar menga tushunmagan joyimda yordam berishdi, to'g'ri manbalarni ulashishdi va g'oyalarni bir-biri bilan bog'lashga ko'mak berishdi. Bir necha kun o'tib, o'zimni ancha erkin va ishonchli his qila boshladim. Ko'p o'tmay loyihaga real hissa qo'shishni boshladim. Loyiha mobaynida 3 yil davomida haqiqiy foydalanuvchilar tomonidan to'plangan ma'lumotlar ustida ishladim. Data processing, exploratory data analysis va har xil eksperimentlarda qatnashdim. Natijada bu ish top tier jurnallar qatoriga kirgan NIPS va IMYOTga topshirilgan ilmiy maqolalarning bir qismiga aylandi. Hozirda ushbu ilmiy maqolalar ko'rib chiqilish jarayonida. Rostini aytsam, biznes sohasida o'qiyotgan 22 yoshli talaba sifatida bunday loyihalarning bir qismi bo'lish meni hali ham hayratga soladi. Bu loyihalar bir-biridan tubdan farq qiladi va menimcha Humble eng katta afzalliklardan biri ham aynan shu. Siz hech qachon bitta nuqtada qotib qolmaysiz. Doimiy yangi muammolar va yangi loyihalar ustida ishlaysiz. Va aynan shu jarayon menimcha haqiqiy o'sishni beradi. Akademiyaga kelishimdan oldin men to'liq tushunmagan narsalardan biri bu shu sohaning qanchalik tez o'zgarishi. Sun'iy intellekt dunyosida deyarli har kuni yangi model, yangi texnologiya yoki yangi tadqiqot paydo bo'ladi. Biz Humblebee'da bu yangiliklardan xabardor bo'lishimiz qo'shimcha vazifa emas, aksincha ishning bir qismi hisoblanadi. Biz Humblebee'da yangi tadqiqotlarni o'rganamiz, ularni muhokama qilamiz, qaysi texnologiyalar amalda foydali ekanligini tahlil qilamiz.
Bu esa har doim o'rganishga majbur qiladi. Va menimcha bu narsa ishimizni yana ham qiziqarli qiladi. Agar mendan bu yerda eng muhim nimani o'rganding deb so'rashsa, men qaysidir texnologiya yoki modelni aytmagan bo'lardim. Albatta, bu yerda yetarlicha texnik ilmga ega bo'ldim. Lekin menimcha eng katta o'zgarish problem solving, ya'ni muammoni yechish ko'nikmasida bo'ldi. Ya'ni men oldin duch kelmagan muammoga uchrasam, masalan, tartibsiz ma'lumotlar yoki oldin ishlamagan sohamga doir loyiha paydo bo'lsa, bu ishni qayerdan boshlashni bilish va muammoni yechish ko'nikmasi. Bu narsani kitobdan yoki ma'ruzadan o'rganib bo'lmaydi deb bilaman. Bu ko'nikma murakkab vaziyatlarga qayta-qayta tushib va o'sha vaziyatlardan chiqishga harakat qilish orqali shakllantiriladi. Va menimcha akademiyaning eng katta qiymati ham shu. U sizga muammoni yechib bermaydi. Aksincha, sizda muammoni yechish ko'nikmasini shakllantiradi. Bugungi kunga kelib, akademiyaning soft landing va foundation bosqichlarini muvaffaqiyatli yakunladim. Hozir esa growth 3 bosqichidaman va Humblebee AI Engineering jamoasi tarkibida data scientist sifatida loyihalarda ishlab kelyapman. Ortga qarab, akademiya menga nafaqat ilm va tajriba, eng muhimi o'zimga bo'lgan ishonchni berganini tushunaman. Bu ishonch nazariy ilmdan emas, balki haqiqiy proyektlar ustida ishlash orqali keladi. Agar siz ham akademiyaga qo'shilish haqida o'ylayotgan bo'lsangiz, balki o'zingizga savol berayotgandirsiz. Men bunga tayyormanmi? Menda yetarlicha ko'nikma bormi? Ishoning, men ham bir vaqtlar xuddi shu savollarni o'zimga berardim. Sizga aytadigan eng muhim gapim shuki, agar komfort zonadan chiqishga tayyor bo'lsangiz, yangi narsalarni o'rganishga qiziqsangiz va har kuni oz bo'lsa ham oldinga siljishga harakat qilsangiz, natija albatta keladi. Ismim Azbek, yoshim 22 da va bu meni Humblebee'dagi hikoyam.